Assalomu alaykum. Salohiddin Uz kanalining qadri bilan qadrli obunachilari, bugun 29-dekabr haftaning dushanba kuni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idamiz. Syomka jarayonida obunachilar kimga mana bunday ko'chat xalq tili bilan aytganda danak buqalar kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rasizlar, to'liq ma'lumotni beramiz. Obunachilar bu Novoslarda yebichi sinovdan o'tgan somon, sulus, tirit. Yebichiga behijolat garantiya, ishonchli novoslar. Hop, endi bular narxi keladigan bo'lsak, narxini ham o'zim aytib ketaman. Egalarni syomka qilmaydigan bo'ldik. Hop, obunachilar mana bu 3 ta novos. Novos, buzoqchamiz 1, 2, 3. Sifati ham a'lo darajada. Uchalasini 15 million so'mdan kami bor. Xayri bor, telefon qilasizlar. Telefon nomeri ekran ostida bo'ladi. 24/7 ishlaydi. Hop, 15 million so'm kami bor, bemalol telefon qilib savdosini qilaverasizlar. Yoki bo'lmasa, yo'q, men ko'rib olaman degan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, ertaga 20-dekabr seshanba kuni Shahidan mol bozoriga ham chiqadi bu mollarimiz. Dushanba kuni syomka qilyapmiz. Hop, mana bu qora. Navbatdagi molimiz. Sifati a'lo darajada. O'zdan ko'rib turibsizlar, chiroyli, misol uchun urilgan, turtilgan deydi-yu, mohon sotganda. A'lo darajada. Buni 16 million so'm kami bor, xayri bor. Telefon qilasizlar, savdosi telefonda ham bo'laveradi, behijolat. Hop, mana bu endi Qirg'izistondan o'tgan Bishkekda Novosiyasi mana. Novosi desa ham bo'laveradi. Kattagina buzoq. Hop, buni bo'yi 1.15, 1.15. Narxini 17 million so'm kami bor. Kamaytirib beramiz. Telefon qilaverasizlar. Hop, mana bu 16 million deganimizda bo'yi 1.10, 1.10. Mana bu uchalasini bo'yi esa 1.5 plus, 1.5 plus. Hurmatli obunachilar, video sizlarga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lmagan bo'lsalaring kanaliga obuna bo'lib, obuna bo'lgan podpischilarimiz like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Xudo xolasa chiroyli videolar qilishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.